hamma bashang kiyinadiganlar shu formuladan foydalanadi. Pinterestda yoki Instagramda suzib, takoy kiyinadiganlarni ko'rganimizda ko'pchilikning havasi keladi. Lekin xuddi o'sha uslubni o'zida sinab ko'rgan hammada ham bu o'xshayvermaydi. Yoki sizda ham qachonlardan buyon bor, lekin kiygingiz kelmaydigan pidjakmi, futbolkami yoki shimmi, xullas biror kiyimni xuddi o'shani o'zidaqasidan yoki o'shanga o'xshashidan boshqa birov nimalar bilandir chiroyli qilib, moslab kiyib yurganini ko'rasiz-u, nega bu kiyimni shunaqa kiyish mumkinligi meni hayolimga kelmagan ekan deb o'ylaysiz. O'sha Pinterest yoki Instagramdagilar nimani to'g'ri qiladiki, ular kiygan hamma kiyim qiziqarli chiqadi. Bir qarashda bu kiyimni qiziqarli qilib turgan detal aynan nima ekanini topa olmaysiz. Assalomu alaykum do'stlar, mening ismim Maftuna. Men ta'lim bo'yicha mutaxassis, muharrir va tarjimonman. Shuningdek, juda ko'pchilik kabi shaxsiy uslubga ijodiy yondashish, aql bilan xaridlar qilish ustida ishlaydigan ayolman. Va agar qo'llab-quvvatlab tursangiz, bu kanalda uslub va moda haqida shaxsiy kuzatuvlarim, izlanishlarim asosida o'rganganlarimni bo'lishib boraman. Demak, mavzuga qaytamiz. Bugun siz bilan har bir bashang kiyinadigan inson o'zi bilib yoki bilmay foydalanadigan formulani men Pinterestdan to'plab kelgan misollar orqali aniqlaymiz. Demak, siz ko'rayotgan ushbu outfitlarning barchasida 3 ta element bor va bir to'liq obraz qiziqarli, chiroyli chiqishi uchun shu 3 ta element bo'lishi kerak. Birinchisi bu shakl. Ikkinchisi vizual qiziqarlilik va uchinchisi oddiylik. Keling, endi obrazlarni alohida ko'rib chiqamiz. Bu obrazga qarab, juda ham oddiy, qulay, odam o'zini erkin his qiladigan obraz ekan deysiz. Lekin e'tibor bilan qarasangiz, unda juda qulay bo'lishi bilan birga juda ham qiziqarli ekanini, uni kiyib olgan odam nima kiyishni, qanday kiyishni bilishini, uni qanchalik ijodkor shaxs ekanini ham ko'rasiz. Endi kiyimni yuqoridagi formula asosida tahlil qilamiz. Obraz qiziqarli chiqishi uchun 3 ta element shakl, vizual qiziqarlilik va oddiylik muhim edi. Bu yerda shakliy jihatdan e'tiborni tortadigan 2 jihat bor. Birinchisi yubkadagi pirpirak, ikkinchisi noodatiy teksturali, noodatiy kattaligidan hatto bir qismi qayrilib turgan sumka. Agar bu obrazda mana shu 2 ta jihatni, yubkadagi pirpiraklarni va katta sumkani olib tashlab tasavvur qilsangiz, u biz hozir ko'rib turgan antiqalikni yo'qotadi. Demak, biz qandaydir qiziqarli shakldagi kiyim kiyish, masalan, shunchaki klassik bichimdagi shim o'rniga barel jins kiyish yoki qiziqarli shakldagi aksessuarlar taqish, masalan, oddiy to'rtburchak kichkina sumka o'rniga nooddatiyroq shakldagi sumka taqish bilan shakliy qiziqarlilikka erishishimiz mumkin. Endi navbat vizual qiziqarlilikka. Bu obrazni vizual jihatdan e'tiborni tortadigan, qiziq qilib turgan narsa albatta bular qizil rangli rubashka va yubkadagi mayda klitkalar. Agar shu kiyimni boshqacharoq, shunchaki bir xil oq-qora yoki qaymoq rang rubashka, hech qanday printsiz yubka bilan tasavvur qilsangiz, obraz o'z jilosini yo'qotadi. Shunday qilib, biz bir obrazni vizual jihatdan qiziqarli qilish uchun ranglar, printlardan foydalanishimiz mumkin. Keling endi formulaning keyingi elementi oddiylikka o'tamiz. Oddiylik bu o'rinda biz tanlagan qiziqarli rang, shakllar qaragan odamni charchatib qo'ymasligi, obraz juda bachkana bo'lib ketmasligi, obraz egasi bisotidagi bor narsasini shu obrazga tiqishga harakat qilgandek ko'rinib qolmasligi va eng muhimi qulaylik uchun kerak. Bu misolda ayol oddiy oq futbolka, yoqimli neytral pushti rangdagi Birkenstock sandal bilan va menga eng yoqqan jihati qo'liga taqib qo'ygan soch uchun rezinka bilan kiritgan. Bundan tashqari ozgina to'zg'igan, alohida turmak qilinmagan, shunchaki yoyib qo'yilgan soch ham obrazga oddiylik, erkinlik bag'ishlab turibdi. Bu odamga qandaydir sokinlik, qulaylik, erkinlik hissini beradi. Siz bu kiyimga qarab, qachondir kiyaman deb olib qo'yiladigan bir murakkab, qimmatbaho
praktikal bo'lmagan kiyimlarni emas, balki yasamanlikdan, zo'r kiyinishga qattiq urinishni emas, har kuni ishga ham, shunchaki bolangizni aylantirishga olib chiqqanda ham, do'stlaringiz bilan kichkina kafechada uzoq suhbat qurishga borganda ham kiysa bo'laveradigan obrazni ko'rasiz. Lekin bu formulani bitta yagona asosiy qoidasi yuqoridagi 3 ta elementni balansda ushlay olishdir. Siz bitta obrazda uchala elementni birdek tiqishtirishga harakat qilsangiz, obraz juda bachkana chiqishi mumkin. Shuning uchun foizlarda bo'laklarga bo'lib chiqishi kerak bo'ladi. Masalan, qiziqarli shakl 40%, vizuallilik 30% va oddiylik 30%. Keling, yaxshisi mana bu misollarga qaraymiz. Xo'sh, bu yerda qaysi element dominantlik qilyapti deb o'ylaysiz? Albatta shakl. Chunki har ikkala obrazda ham keng yelkali, o'ziga xos pidjak. Deyarli O shaklidagi shim, uchli oyoq kiyim, inglizchada buni kitten heel deyishadi. Bu yerda vizual qiziqish uyg'otadigan narsa birinchi misolda faqat ilon nusxali klach, ikkinchisida esa qizil rangli oyoq kiyim. Oddiylikni bu yerda shunchaki oq va qora ranglardan foydalanilganida va atayin allambalo qilib turmaklamasdan, trenddagi ukladkani qilmasdan shunchaki tashlab qo'yilgan sochlarda topishingiz mumkin. Keyingi misollarga qaraganimizda esa obrazda vizuallar ustunlik qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Birinchi misolda birinchi vizual long sleeve rangi, ya'ni yashil va sariq oralig'idagi rang. Bu ranglar paletida rich gold deyilar ekan. Ikkinchisi bu sumkadagi sariq. Menimcha bu butter yellow, ya'ni sariyog' rangidagi sariq va uchinchisi xaki yashil rangidagi shar va bitta oq-qora yacheykadagi printni ko'ramiz. Shunda deyarli 4 ta vizualdan foydalanilgan bu obrazda. Qiziqarli shakl uchun esa faqatgina shimni o'ziga xos O shakli. Menimcha bunday uslubdagi shimlar barrel leg jeans deyiladi. Bu obrazda qiziqarli shakllardan faqat shu borligini ko'rishimiz mumkin. Obrazga oddiylik faqatgina oyoq kiyim, oddiy ochko'l rang lofer orqali kiritilgan. Keyingi misolda esa pidjakdagi print xaki yashil rangidagi kargo shim, yelkasidagi va qo'lidagi sariq sumka. Bu yerda ham vizual uchun 4 ta element bor. Shakl esa pidjakning bichimi va shimni oddiy klassik bichimdagi emas, balki kargo bichimdagi shim ekani bilan ta'minlangan. Oddiylik esa oddiy, biroz g'ijim, havorang rubashka, belda bog'liq turgan rubashkada namoyon bo'lgan. Demak, bu ikkita misolda vizuallar ustunlik qilyapti. Endi oddiylik ustunlik qilgan obrazlarni ham ko'rib chiqamiz. Birinchi misol oddiy kulrang, oversize, noodatiy bo'lmagan sviter va oddiy bichimdagi oq yubka. Oyoqda deyarli yo'qdek turgan oyoq kiyim. Oddiy soch, juda qulay, juda erkin, lekin qiziqarli shopper bu kiyimni ham shaklan ham vizual jihatdan qiziqarli qilgan. Endi mana bu obrazga qaraymiz. Keng, oversize, neytral rangdagi trench, yumshoq kulrang ishton, qulay oyoq kiyim, ozgina to'zg'igan soch. Bular hammasi bu obrazni qulay, yumshoq, erkin qilib ko'rsatyapti. Oyoq kiyimdagi print va vizual jihatdan katta qirrali sumka esa shakl jihatdan qiziqish uyg'otyapti. Demak, yuqoridagi ma'lumotlarni xulosalaydigan bo'lsak, har qanday obraz chiroyli, qiziqarli chiqishi uchun kiyimda 3 ta element bo'lishi kerak. Birinchisi shakl, ikkinchisi vizual, uchinchisi esa oddiylik. Uslubingizga qarab, kiyimda qaysidir biri ustunroq bo'lishi mumkin, lekin qolgan ikkitasi ham hech bo'lmaganda aksessuarlarda bo'lsa ham ishtirok etishi kerak. Shunda kiyim o'ta zerikarli yoki o'ta bachkana bo'lib ketmaydi. Bizda buguncha shular. O'z uslubingizni yaratishda ushbu ma'lumotlardan foydalanib ko'ring. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Keyingi videolarda siz bilan uslub yaratish, qanday qilib qora qozonni suvga tashlamasdan ham yaxshiroq kiyinish, aqlli xaridlar qilish, tashqi ko'rinish masalasiga ijodiyroq yondashish haqida gaplashamiz. Iltimos, yana ijod qilishim uchun qo'llab-quvvatlang, like bosing, kanalni do'stlaringizga ham tavsiya qiling. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat.